Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 14-bet tahlilini boshlaymiz. Qani boshladik. Sonning yumshoq to'qimalari deganda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Yumshoq to'qimalar deganda lat degan joyni qattiq bog'lash, 15-20 daqiqaga muz solingan xalta qo'yish, oyoqni yuqori ko'tarish va tinch qo'yish. Ushbu savolni yodlab qolishni tavsiya qilamiz. Agar yo'l boshlanishida ushbu belgi turgan bo'lsa, qatnov qismining chap chetidagi tasmaga o'tish mumkinmi? Yo'q, hurmatli kuzatuvchilar. Sababi chap tasmada ko'rishimiz bu faqatgina belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari harakatlanishi uchun ruxsat etilgan, ya'ni avtobus shu yo'nalishda harakat qilishi mumkin bo'lgan belgilangan transport vositalari uchun. Qolganlar uchun mumkin emas. Demak, hech qanday holatda mumkin emas. Qarama-qarshi yo'nalishdagi transportlar oqimi ikkita sidirg'a chiziqlar bilan ajratilgan yo'nalishda harakatlanish tasmaga ega. 4 va undan ortiq bo'ladi. Qaysi transport vositalariga harakatlanish uchun ruxsat berilgan? Ushbu holatda GAIning ushbu ishorasida avtomatik ko'k yuk mashinaga harakatlanish taqiqlanadi. Sababi oldin ham tushuntirganmiz. GAIning ushbu ishorasida faqatgina uning qo'l tushirilgan tarafdagi transport vositalariga xohlagan tarafga harakatlanishga ruxsat beriladi. Qo'lni cho'zgan tarafdan kelgan mashinaga esa faqat unga harakatlanishga ruxsat etiladi. Ushbu holatda bu tarafda mashina yo'q, lekin qo'l tushirgan tarafda ikkita transport vositasi bor. Bu holatda mototsiklga o'ngga harakatlanishga ruxsat bor. Yashil transport vositasiga esa chapga burilish va qayrib olishga ruxsat berilgan. Demak, yengil avtomobil va mototsikl. Avtomobillar chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Xo'p, birinchi navbatda biz yo'l belgilariga e'tibor qilib, asosiy yo'l belgilab olamiz. Asosiy yo'l yashil mashina va qizil mashina harakatlanib kelayotgan yo'l asosiy yo'l hisoblanadi. Bundan kelib chiqamizki, endi kim birinchi harakat qilishi o'rtaga chiqadi. Ushbu holatda har doim shuni bilingki, o'ng tarafdagi mashina birinchi harakatga keladi. Xo'p, qizil mashina asosiy yo'lda, uning o'ng tarafida turgan yashil mashina ham asosiy yo'lda. Yashil mashinaning o'ng tarafida turgan ko'k mashina esa asosiy yo'lda emas, u boshqa yo'nalishda harakat qilgan transport vositalariga yo'l berish kerak, ko'k. Bundan kelib chiqadiki, ushbu holatda qizil va yashil orasida yashil mashina o'ng tarafda va demak yashil birinchi harakatga keladi. Shundan so'ng qizil ko'k bilan bir vaqtda o'tib ketaveradi. Sirpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlashning qaysi usuli xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi? Ulagishni uzmasdan tormoz tepasini ko'plab marta uzoq bosish va qo'yib yuborish. Yodlab qolishni tavsiya qilamiz. Transport vositasining bitta o'qiga har xil naqshli ishlarni o'rnatishga ruxsat etiladimi? Yo'q, hurmatli kuzatuvchilar. Sababi tormoz bosganda transport vositasi ag'darilib ketishi mumkin. Ko'p o'tishda faralarning uzoqni yorituvchi chiroqlardan ogohlantiruvchi ishora sifatida foydalanish mumkinmi? Mumkin. Faqat u boshqa haydovchilarni ko'zni qamashtirmasa, shuningdek orqani ko'rish ko'zgusi orqali ham ko'zni qamashtirmasa mumkin. Shatakka olish taqiqlanadi. Yon kajavasi yo'q mototsikllarni shatakka olish taqiqlanadi. Quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi belgilar jumlasiga kiradi? Barchasi. Hammasi ogohlantiruvchi belgilar hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu bizni bugungi biletimiz tahlilini oxirgi savoli edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.